Mani bolam ayb ish qilib qo'ysa, panikaga tushib qoladi. Shu nimadan kelib chiqadi? Bu narsa xafa bo'lmaysiz, siz aybingizdan kelib chiqadi. Bolangiz panikaga tushib qolsa, iloji boricha uni ozgina eshitishingiz kerak. Ya'ni oldin xotirjam qilib nimadir ishni noto'g'ri qilib qo'ydi, nimadir sindirib qo'ydi va qo'rqib ketadi. Shunaqa holatda siz, по-моему, sal urishib tashlaysiz-da. Unaqa holatda urishilinmaydi, to'g'ri tushuntiriladi. Keyin ikkinchi narsa, bolani hadeb yon atrofingizga tanishlaringiz bolalar bilan solishtirishingiz bu noto'g'ri bo'ladi. Agar bolangiz uni bolasi bilan, buni bolasi bilan solishtirayotgan bo'lsangiz, bolangizga qarab, "Chiqolmasan, ana uni bolasini qara, mana bu narsani eplab yuribdi, san nima qilasan?" desangiz, qo'pol qo'yayotganda bolangizning kelajagini dabdala qilyapsiz. Agar bolangizni o'zini kelajagi bilan cheklanib qolsa, to'pingiz osmonga oting, bu uni bolalariga ham ta'sir qilishi mumkin. Bola hamma xato qiladi, shuni unutmang. Bola xato qilganda avvalambor uni ozgina eshitib, u xatoni sekin-sekin tushuntirib, sekinlik bilan davolanadi. Birdaniga davolab qo'ya olmaysiz. Siz uni urishib tashlaganingiz bilan bola siz gapingizni pashta eshitmaydi. Prosta panikaga tushib, qo'rqib qoladi va hayotiga ham ta'sir qiladi bu narsa. Kelajakda ham nimadir ish qilsa, panikaga tushib qolib, bekinib, yo'q qoladigan bo'lib qoladi. Farzand tarbiyasi haqida ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, siz ham obuna bo'lib qo'ying.